oddiygina sokdan ham achchiq, shirin, sho'r, taxir tam kelishi mumkinligini bilasmidingiz? Koreyslar nimalarni o'ylab topmaydi-ya? U sog'liqqa, shunaqa suvlar sog'liqqa juda ham katta foydasi bor ekan. Biz uyda ham baklashkalab yotibdi. Bizni katta xolamiz shunaqa narsalar tayyorlash bo'yicha ekspert, shunga har xillarini tayyorlab jo'nataveradi. Buni esa pishmagan olcha bo'ladi-yu. Pishmagan olchadan tayyorlangan suv. Rosa mazali. Pishmagan olchani sezoni ko'p qo'yardim. Iyulda yoki iyulda keladi sezoni. Shuning uchun agar shu sokni retseptini bilishni xohlasangiz, kommentariyaga yozib qoldiring. Albatta retseptini qo'yamiz. Aynan jazirama issiqda chanqoqni qoldiradigan sharbat ekan. Ham mazali, ham foydali. Tavuqni bog'chasidan olib kelishim kerak. Shuning uchun tez-tez bu narsalarni sutib olamiz betimga. Tavuqni tez bog'chadan olib kelgandan keyin yerimga telefon qilmoqchiman. Yerimni sog'inib ketdim. Bugun ertalabdan o'zbekcha qo'shiqlarni eshitib, qanaqadir ta'sirchan bo'lib ketdim shekilli. Shunga men qo'shiq umuman eshitmayman. Qo'shiq odamning miyasiga juda ham katta ta'sir qiladi. Shuning uchun hozir umuman qo'shiq eshitmayman. Iloji boricha kino ko'rmaslikka ham harakat qilaman. Kino ham odamning miyasiga juda ham katta ta'sir qiladi, psixikasiga juda ham katta ta'sir qiladi. Bugun karserimdan qornimni ko'rsatib, ozaymi, ozmaymi deb so'rab ko'rmoqchiman. Agar qornimni juda ham katta, ozgina oz deydigan bo'lsa, ertagidan sizlar bilan sport zalga chiqamiz. Agar yo'q, ozman, shundoq ham chiroylisan desa, mazza qilib mukbangni davom ettiramiz.